Bugun ayollar shikoyat qilib kelyapti. Erkaklarda muammo. Nima deydi? Ayolimiz biz aytadi menga. Men deydi, kecha va kunduz ishlayman oilam uchun. Sizga 5 yillik yutuqlarimni aytaman. Yangi mashina oldik, alhamdulillah. Otam, onam, ayolim, singlimni umraga jo'natdim. Kecha bo'lgan holat. Uyimizni yiqitib qayta qurdik. Alhamdulillah. Zo'r, alhamdulillah, zo'r. Nima masala? Uyda muammo, ayolim bilan muammo. Nega? Aytgan gapi, bizga mehr ko'rsatmaysiz, bizga vaqt ajratmaysiz. Biz bu xonadonda bir quldan boshqa farqimiz yo'q. Biz bu. Domla deydi, nima qilay? Biz nima deyapmiz? Ayolingizni o'qiting. O'qiting emas, yaxshilab o'qiting. Bugun biz ayolimizni ilmga qo'yapmiz-ku mana. Bir kursgami, qanaqangidir joyga borib keladi, nimadirlar o'rganadi, hayot tarzi umuman boshqacha bo'ladi keyin. Ayollar bizdan umuman bizni xayolimizga kelmagan narsalarni talab qiladi endi. U nimadan? U ozgina ilm o'rgangandan. Nima bo'ladi? Ozgina ilm o'rgangan odam osmonlarga sakrayman deydi. Kecha o'qitish deyapmiz ayollarimizni. Bir o'qityapmiz, boshini boshlayapmiz. Birodar, unday qilmang. Ularni yaxshiroq o'qiting. Ular Xudoni tanisin. Ular oilani bilsin. Ular bugungi kunda o'zining joyi, o'rni, haqqoniy islom belgilagan joy qayerda ekanligini bilsin. Ular ozgina o'qigandan keyin men seni onangni xizmatini qilishligim aslida kerak emas ekan deb turib olsa, keyin bora-bora aytsaki, yo meni tanla yoki onangni tanla deb tursa, qiziq bo'ladi-da bu joy. Aslida bu ozgina o'qigan ayollardan chiqayotgan bu fikr bu. Shunday ayollarga maslahatimiz, yaxshiroq o'qib oling. Bugun qaysi bir erkak xohlamaydi kelini, ya'ni ayoli ota-onasini, qaynona, qaynatasini xizmatini qilib, meni onamga, meni ayolim xuddingi singlim kabi bo'lib, birga murosa qilib, go'zal hayot kechirishligini qaysi bir erkak xohlamaydi? Ayoli onasining kelini emas, qizi bo'lishligini kim xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Men seni onangni xizmatini qilishligim shart emas ekan. Men o'zim alohida, ular o'zlari alohida deb tursa, shunga erkak kishi rozi bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi erining roziligi bilan jannatga kiradimi? Bo'ldi, masala shu joyda bitadi. Demak, siz rozi bo'lmagan ishni qilyapti. Ayolingiz, siz xohlayapsiz onangiz bilan kelin emas, qiz bo'lishligini. Ona-yu qiz, ona kelin emas, ona qiz bo'lishligini xohlayapsiz. Unaqa bo'lmayaptimi? Demak, siz undan rozi emasmi? Yo'q. Erta qiyomatda albatta javob beradi. Buni kim? Buni kitobning 1-varog'ini o'qiganlar buni bilmaydi. Bu kitobning 15-varog'ida yozilgan. Ularga 15-varoqqacha yetib borib kelishi uchun o'qishlikka sharoit yaratib bering. Ular toinki xizmat sharaf ekanligini bilsin.